Oy. Jamshid aka mollarga kelishdan oldin burnim bitib, faqat shu spreylar bilan yashab yurardim. Shu spreylarsiz nafas olmay qolardim. Oldin hech shunaqa operatsiyadan keyin maza qilib nafas olmasdim. Burnimga rosa spreylarni 5-6 mahal kuniga separdim. Bunchalar ochilmas edi. Operatsiya ichida umuman og'riqli bo'lmadi. Qo'llar juda ham yengil. Operatsiyadan keyin hech qanaqa bog'lovlar bo'lmadi. Hozir nafas olishim vashshe zo'r. Oldin bunaqa nafas olmaganman. Boshim og'rib, burnim bitib, ko'zlarim og'rib, shunaqa edi, lekin hozir chotki. Bemorimiz burun to'sig'ini to'g'irlash va adenotomiya operatsiyasini bajarganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Burun to'sig'i tekis, o'zi tomoq ko'rinib turibdi, cho'noqlar kichraytirilgan. Siz va sizning yaqinlaringizda shunaqa muammolar bor bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.